Assalomu alaykum hammaga. Bizda xo'p, universal desak ham bo'ladi. Nexia Sons Scrambler gibrid qilishgan. Polni gibrid qilingan. Xo'p, buni prashpiyasini hozirgi momentda yangiladik. Miya Dons Pro 5 kabel Dons Pro 5 perdelga qilib Sons gibridga yo'naltirishgan Sons Scrambler motor. Xo'p, bundagi muammo aslan mashinada talchoq bor edi. Xo'p, biz dal momentda biz qo'yib bergan zajganani ko'rsatamiz. Mana zajganani po'zniroq, oldini po'zniroq, kengrog'ini sal rangiroq berganmiz. O'zinida talchoq berib turgan ekan. O'zinikini hozir ko'rsatamiz. Chitena fayal. Matiz Euro perdelka deb saqlanib qo'yganmiz. Xo'p, shuncha joyda o'zgarishlar bor ekan, misol uchun rasxodini tushirib qo'yganmiz. Mana o'zini zajganiyasi, talcho'gini sababchisi. Mana shu qora o'zini zajganiyasi. Mana shu rangli biz qo'yib bergan zajgana bo'ladi. Xo'lasa talchoqlari yo'qoldi. Tortishlari yaxshi bo'ldi. Bu gaz zajganiyasi, mana rani qilingan. Boshlang'ichi sredniy, qo'ygani rani. Bu o'zidagi zajgana. Xolastoy xodlarigacha ko'rib berganmiz. Xolastoy xod ko'ki bizniki, yashili egasiniki. Xolastoy xodlarni tushirib berganmiz. Ozgina balandida ekan. Движение bu perdelka bo'lgandan keyin движение xolastoy xod qo'shilmasi kerak. Bularda qo'shilgan ekan. Shuni hisobidan talchoq ham sababchi bo'lamiz. Sababchisi ko'p o'zi asli olganda mayda chuyda bo'lsa ham ta'sir qiladi. Xo'lasa mashina bitdi. Egasiga endi topshiraveramiz. Gazga, benzinga kulchatirli programma urilgan ekan keyin o'ziniki. Bizniki relli programma. Gazga, benzinga o'zi rani po'zni qilib oladi. Xo'lasa ishlar bitdi. Hamma yo'g'i bitdi. Yurib ko'rildi, talchoqlari yo'q, tortishlari yaxshi. Endi bu yerga relay qo'yamiz. 91-95 qilib yoki 91-80 qilib qo'yiladi. Ikkita gazga, ikkita benzinga zajgana qo'yib berganmiz. 4 ta zajgana общий. Xo'lasa ishlari bitdi. Talchoqlari yo'qoldi, rasxodlar tushirildi. Mashina tayyor.